Qaranglar. Sizlar o'rgangansizlar tenglamalar, to'g'rimi? Tenglamalar hammasini o'rgandilar. Endi qanaqa o'rgangansizlar, men unisini men bilmayman. Sizlar qanaqa mavzu o'tilgan, qanaqa o'rgatganlar, nima deb tushuntirganlar bilmayman-da. Ammo tenglamalar nima deyman? Jinoyatchi deyman. Tushunarli bo'ldi? O'ylab ko'ringlar, jinoyatchi misol uchun oddiygina o'g'irlik. Biz o'g'rini nima qilishimiz kerak? Topishimiz kerak. O'g'ri noma'lum bo'ladimi? Ana shu X bu o'g'ri. Tushunarli bo'ldi? Qaranglar-da, o'zlaringiz o'ylab ko'ringlar-da, birinchi o'g'irlik qanaqa bo'lgan ekan? Odamzotdagi odam mana misol uchun men hozirgi zamonda birinchi qilgan o'g'irligim. Tasavvur qiling. Do'konga kirdim, yosh bola paytim bo'lgan bo'lish kerak-da bu narsa. Misol uchun tasavvur qilamizki, do'konga kirdim-da. Do'konga kirgandan keyin qaradimki, bitta nimadir, misol uchun saqich oddiygina. Bizlar shu yerda zvachka deydi-da bu narsani. To'g'risi. Oldimda shunday cho'ntagimga tiqib ketayotgandim-da. To'g'ri? Chiqib ham ketaman boringlar. Shu yerda ham bo'lgan holat, buni ham keyin aytib beraman. Tak. Qarasam shu olayotgan paytim basharama qarab to'xtagan kamera bor ekan-da. Qo'la tezda tushamanmi? Yoki barmog'ingizmi qoladi? Yoki kimdir ko'rib qoladi bu narsani, to'g'rimi? Bola u narsaga ahamiyat beradimi? Yo'q. Ya'ni qo'la tushishi nimaroq? Osonroq. Ya'ni kimdir bu haqida buni ko'rgan odam shu bola olgan haqida nima qilib beradi? Aytib beradi. Tushunarli bo'ldi? Ana endi qaranglar. Tak, misol uchun o'zimizda ham ana shu yerda bo'lgan bitta yigit, tak, havasga kirgan. Eshitishim bo'yicha. O'zimiz yonimizdagi havasda bo'lganda, bu maktabimizdan bo'lgan emas. Ha? Yo'q. Ana topding. Ha, so'mka, hamma narsani sekingina hech narsa olmaganda shunaqa chiqib ketgan yo'q. Bitmani eshitganim chiqib ketib bo'lgan u. Narsalar tekshirayotgan payt kamomad bo'lganda, sirazi oylik, sirazi nima qilingan, kamera ochilgan. Kamerada ochib qarasak, shunaqa solayotgan joylar nima qilgan? Kameraga lopmalib bashara bilan assalomu alaykum akaginam degan joydan bo'lganda. Demak, qo'la tush nimaroq bo'ladi? Osonroq. Ya'ni oddiy tenglamalar deyiladi. Bunga sizlar chiziqli tenglamada o'rgangansizlar. Ya'ni mana 4x ayrilgan 7 barobar 6x minus 3. Mana. Tushundingizmi? Mana bunday tenglamalar oddiy tenglama. Ya'ni birinchi jinoyat boshlanishi. Ana endi qaranglar-da. Tak, bu yoqda sirazi qo'la tushadi. Mana bu yoq sud bo'ladi. Qo'la tushgandan keyin jinoyatchi, misol uchun sud jarayoni. Sud jarayonida o'rtada sudya bo'ladi. Tenglik, misol uchun bir tomonda guvohlar, bir tomonda nimada? Jinoyatchilar. Mana bu 7 bilan 3 yonida umuman x yo'qmi? Bular nima deyiladi? Guvoh. Mana bu ham nima hisoblanadi? Guvoh. Tushunami? Mana bularchi? Jinoyatchilar yo'q, jinoyatchi. X jinoyatchi dedim-ku. Mana bu ham nima ekan? Jinoyatchi. Ana sud jarayonida qaranglar, sudda sizlar kinolarda ko'rgansizlar, misol uchun kazoga bir tomonda jinoyatchi bo'lsa, ikkinchi tomonda nima bo'ladi? Guvoh bo'ladimi? To'g'rimi? Demak, bu degan jinoyatchilar bir tomonga, guvohlar bir tomonga. Ana endi o'tkazmoqchiman. Qaranglar-da, misol uchun tak Baxrullo senga ana shu joy yoqyaptimi, hozir o'tirayotgan joy, to'g'ri? Men shunday kelaman, tur ho'kiz, davay. O't, Sevinch yoniga deyman. Sen o'tasan, majbursan, men aytganimni nima qilasan? Bajarasan. Bajarmasang nima bo'ladi? Yasha, kaltak yeysan. Ochiqchasi aytganda, realno nima yeydi? Kaltak yeydi-da. Как положено yeysan kaltak. Lekin borgan joying yoqadimi? Kayfiyating o'zgaradimi? Demak, joy o'zgarganda kayfiyat nima qiladi? Kayfiyat bu ishora. Plus ishora nimaga o'zgarishi mumkin? Minusga. Minus ishora nimaga o'zgarishi mumkin? Plusga. Ko'paytirish nimaga o'zgarishi mumkin? Bo'lishga. Bo'lish nimaga o'zgarishi mumkin? Ko'paytirish. Ana endi qaranglar, minus o'z kayfiyating yomon edi, kayfiyating yaxshi bo'lyapti joy o'zgargandan keyin. Nima desam bo'ladi? Tak, Behrusani misolini tushuntiramiz. Короче, demak bor. Tasavvur qilinglar, bitta qiz, ismi ham D dan boshlansin boringlar. Dilafruz misol uchun boringlar. Dilafruz degan qiz bor. Shu qiz senga misol uchun yoqadi. Shuning yonida bitta bo'sh joy bor ekan, to'g'ri? Qarasam, ana sen o'tirgan, o'sha joyga o'tkazdim desam. Ada, nima bo'ladi? Ustoz. Bu videoni bilaklar ko'rmasin. To'g'rimi? Xursand bo'lasan, qo'llang o'zingcha. Yes. Bo'ladimi shunaqasi? Kayfiyat nima qiladi? O'zgaradi mana. Tushunarli bo'ldi. Ko'tariladi. Faqat u qaysi ishora? O'rtadagi ishora emas. O'tkazayotganimning oldidagi ishora o'zgaradi. Tushunarli bo'ldi? Ya'ni mana, misol uchun 6x bu o'tkazishim kerak.
Qaranglar. Ana shu joyda yana bitta gap aytib o'tib ketay. Tak, misol uchun mana Bahrullohni Sevinch yoniga o'tkazdim. Misol uchun Sevinch ana shu joyda o'tiribdi-da. Sevinch turib, u joyda men o'tiraman desa Sevinch turadimi? O'zi kelib o'tirgan joy beradimi? Yo'q, tur yo'qol toshing, hozir dabdalangni chiqaraman. Yo'qolib ketdi, ko'zimga ko'rinmadi-da. Aniq-da. Demak, ya'ni 6x o'tyapti-ku, 4x birinchi turibdimi? U hech qachon joyini nima qilmaydi? O'zgartirmaydi. 4x o'zi yoziladi. 7 ni mana bu yoqqa o'tkazmoqchiman. Mana qarang, 7 ni bu yoqqa o'tkazmoqchiman. 4x o'zi qoladi, to'g'rimi? Joy o'zgarayotgani keyin yoziladi. Ya'ni 6x oldiga qarangda. Oldidagi shora. O'rtadagi emas, oldidagi nima bu? Plyusmi? Ana endi kayfiyat o'zgaradimi? Nima bo'ladi mana? Endi uni oldidagi ishora nima bo'ladi? Minus. Qolayotgani qarang, qolyapti 3 oldidagi ishora bilan ham qoladi. Minus 3 qoladi. 7 bu yoqqa o'tyapti, 7. Ikkinchisi o'zgardi. Ya'ni joy o'zgarmagani birinchi yoziladi, undan keyin joyi o'zgargan. 7 minus 7 endi bu yoqqa nima bo'lib o'tadi? Plyusmi? 4x dan 6x aysam minus 2x. Minus plyus bo'lsa kattadan kichikka ayiraman. 4 va kattadan ishorasi plyus bo'lgani uchun qo'yishim emas, shart emas. Minus 2 bu yoq nima bo'lib o'tadi desa sizlar o'ylaysizlar, plyus bo'lib o'tadi. Yo'q, bu yerda o'rtada nima bor? Ko'paytirish bor. Ayirish ahamiyatga egami yo'q, ko'paytirishmi? Kuchliroqmi? Mana bu yerda bu nima degani? Minus 2 ko'paygan x degan tengdir. Minus 2 ni o'zi bitta son. U bu yoqqa nima bo'lib o'tadi? Bo'lish bo'lib o'tadi. Joy o'zgarmagani 4 birinchi yoziladi. Bo'lingan minus 2. Plyus ham minus. Minus bo'ladimi? Minus 4 2 bo'lsam 2. Demak, jinoyatchimiz kim ekan? Kim jinoyat qilibdi? Minus 2. Tushunarli bo'ldi-ya. Meni o'rgatish mana shu. Ana endi qaranglar, sizlarga o'rgatib ketgan nimalar ikkinchi tenglama. Bugungi mavzumiz bu emas o'zi. Men boshidan tenglamani bitta-bitta chertib o'rgatib kelyapman sizlarga. Qaranglar. Keyingisi mana kvadrat tenglama. Sizlarga mana bunaqada o'rgatganlar. Ax kvadrat, menimcha shunaqada. Endi bilmadim, hozir o'zlaringiz aytasizlar. Plus bx plus c teng 0 deb o'rgatganlar. Bu yerda a teng emas 0. Mana kvadrat tenglamalar deyiladi. A son, b ham son, c ham son deb o'rgatganlar, to'g'rimi? Shunaqa bo'lgan yo nimadir aytib, nima uchun bunaqaligini nima qilib bir ertak yoki unaqa bir oldi qochdi gaplardan nima qilinganmi? Yo'q, formula bo'yicha shunaqa deyilgan. Faqat shu narsalar aytib ketilgan, boshqa hech narsa aytilmagan. Ana endi qaranglar, takki yaxshi. Men aytaman. Bo'ldi. Tenglama, to'g'rimi? Mana oddiy tenglama. Ana endi men qamalib chiqdim, o'sha qo'lga tushdim-ku, birinchi oddiyda kameraga assalomu alaykum bratanim degan ekanman. Ana endi qamalib chiqdim. Qamalib chiqayotganda men bilaman nima uchun qamalganimni. Jinoyat qilganim uchun qamalmaganman-da, aniqda. Miyada. Rahmat, kameraga tushgan ekan. Bu safar nima qilmayman? Men niqob taqaman, to'g'rimi? Borgan sari ana tajribam oshadimi? Jinoyatni mukammalroq qilaman, Oldingi jinoyat darajasi x darajasida nima bordi, birmi? Endi jinoyatni mukammalroq qilib nima qiladi? X kvadrat. Ya'ni ana endi qaranglar. Bu yerda men tajribali bo'ldim-ku, to'g'rimi? Niqob qo'la, pershatkalar kiyaman, niqobni taqaman, sochim to'lasi tushmasin deb kepkani kiyaman, to'g'rimi? To'liq ana qora toyir bo'lib boraman, короче. Ana endi qaranglar. Tak. Ana endi biza o'sha jinoyatchini topishimiz kerak-da, sizlar topishlaringiz kerak. Nima qidirib boshlaysizlar? Jinoyatchini topishda kameralar, o'shalar nima deyiladi? Ana endi nima qidirasizlar? Dalil. Ana endi qaranglar. Mana bular son dedim-a, bu ham son, bu ham son, mana bu ham son. Va ular nima vazifani bajarar ekan? Guvoh vazifasinimi? Ana endi qaranglar-da. Tak, biza nima qidiramiz? Dalil. Dalil topishimda kimlar yordam beradi menga? A, B, C'lar. Topishda A, B, C yordam beradi, to'g'rimi? Ya'ni qanday yordam beradi? Biza oldin qilgan oddiy jinoyatimizda yonimizda, ya'ni x yondagi son 4 mi? To'g'rimi? X bo'lgan, oddiy jinoyat qilayotganda biza faqat x ligi bilamiz. Bu yerda x yonida nima bor edi? Faqat poddeshka qiladigan uni b mi? Demak, eng katta yordam b dan olamiz, ya'ni b kvadrat. Keyin a bilan c lari aytadigan gaplari oldi qochdi gaplar bo'ladi. Ya'ni b nikichal ma'lumot bera oladimi ular? Yo'q. Shuning uchun ularning ma'lumoti foydaga ishlashi ham mumkin, zararga ishlashi ham mumkin. Shuning uchun ko'proq zarar tegadi, ya'ni b kvadrat minus 4 a
C o'rta mana tushunarli. Ya'ni mana bu yerdan dalil nima qilamiz topamiz. Mana bu nimani berar ekan? Dalil. Ana endi qaranglar. Demak, hamma tushundimi? Nimaga a teng emas 0 mana bu yerda? Savol. Mana shunday ko'rinishdagi tenglamalar to'g'ri kvadrat tenglama deyiladi. Nima ekan bu? Kvadrat teng. Nima uchun a teng emas? Nomi bilan aytayapti. U nima? Kvadrat tenglama. Unda kvadrat bo'lishi shart. Agar a ni o'rniga 0 qo'ysam, 0 ni istalgan songa ko'paytiramanmi? Harfga ko'paytiramanmi? Natija nima bo'ladi? 0 bo'ladi, to'g'rimi? X kvadrat yo'qolib ketadimi? Kvadrat tenglama deyotgan joyda kvadrat bo'lmasa, u kvadrat tenglama bo'ladimi? Shuning uchun a soni 0 dan farqli son. Tushunarli bo'ldi? Demak, diskriminantimiz nima bo'lar ekan? B kvadrat minus 4ac. Ya'ni sizlar buni diskriminant degansizlar, men lekin uni nima deyman? Dalil deyman. Tushunarli bo'ldi? Ana endi qaranglar, topayotgan dalilimiz yetarlicha bo'lsa, biz jinoyatchilar topib bilamizmi? Yana men jinoyat qilyapman-ku, bu gal o'zimga, ya'ni o'zimcha professionaldek nima olaman? Sherik olaman-da. Tushunarli bo'ldi? Ya'ni topgan dalilimiz 0 dan katta bo'lsa, sherik olaman. Ya'ni nechta jinoyatchi bo'ladi? Ikkita turli xil. Endi jinoyatchi deymiz, uni o'zi nima? Yechim. To'g'rimi? Agar dalilim unaqa ko'p bo'lmasa-chi. Misol uchun qidiryapman dalillardan faqat bitta odam barmoq chiqyapti. To'g'rimi? Ya'ni dalil nimaga teng? Diskriminant 0 ga teng. Ya'ni o'zi ikkita bir xil yechimga ko'pchilik kitoblarda buni nechta yechim deb ketadi? Bitta yechim deb ketadi. Lekin o'zi aslida ikkita bir xil yechim chiqadi. Ya'ni egizaklar qilganda. Xuddi tushunarli. Jinoyat kimlar qilgan? Egizaklar. Agar umuman dalil topa olmadim-da, qaranglar. Misol uchun bitta odam 20 ta joydan pichoqlanganda, jinoyatchini topish kerak-ku, pichoqlangan aniq. Lekin hech qanaqa dalil yo'q umuman hamda. Buni detektivlar nima qiladi? Topolmagandan keyin ish yopib yuboradimi? To'g'rimi? Ya'ni baxtsiz hodisa. O'z-o'ziga xas qilish bu. Lekin 20 ta joydan nima qilingan? Bechora. Da? Yo'q. Da, baxtsiz hodisa-da. Ustiga pichoqlar shodasi to'kilib tushdi. Tushunarli bo'ldi? Ya'ni diskriminant 0 dan kichik desa, yechimga yetarlicha dalil topolmasalar jinoyatchi bormi bu? Yo'q. Tushunarli bo'ldi? Yechimga ega emas. Xuddi mana shu jarayon. Va agar yechimlar bor bo'lsa, misol uchun diskriminant katta 0 dan chiqadigan bo'lsa, x1 ya'ni birinchi va ikkinchi jinoyatchilarim yana b yordamga keladi, minus b plus minus ildiz mani topgan dalillarim taqsim 2a dan nima qilinadi? Foydalaniladi. X1 yechimim birinchisi plusligidan foydalanamiz, ya'ni minus b plus minus topgan dalilim plus minus demak, ya'ni plus dalilim taqsim 2a. Ikkinchi yechimimchi minus b minus ildizda dalilim taqsim yana 2. A formuladan nima qilinardi? Topilar edi. Jinoyatchini baribir topdikmi? Ana mana mehnat qildik, lekin baribir nima qildik? Topdik. Ana endi jinoyat bu yana qamalib chiqdimda. Yana qayerda qo'lab tushganini bilaman. Demak, nimadir bo'lgan, menga tegishli nimadir qolib ketgan yoki hech qanaqa dalil barmoq hech narsa qoldirmadim, bankdan chiqdim, tunadimda, ketyapman. Qayerda men ketayotgan yo'nalishda shunda ketyapman, niqob bor edi, qayerdadir niqob yechib bunaqasi yotib oldim yoki o'sha joyda kameraga tushdim yoki men o'sha joyda kimdir nima qilib qoldi? Ko'rib qoldi. Tushunarli bo'ldi? Yana demak, keyinga shu xatoni qilamanmi? Yo'q. Qaranglar, kublik tenglamalar, ratsional tenglama belgilab olish mana shunaqa ko'rinishdagi tenglamalar bor. Ana endi borgan sar baribir tenglamalar ishlayapmizmi? U ham o'zini ko'rinishini nima qilib boradi? O'zgartirib mukammal qiladimi? Shu paytgacha x da faqat qayerda keldi? Asosda keldi, to'g'rimi x? Ana endi x noma'lum qayerda keladi? Darajaga chiqishi mumkinmi? Darajaga chiqsa, bunday tenglamalarga ko'rsatkichli tenglamalar deyiladi. Tushunarli bo'ldi? Qanaqa tenglama deyilar ekan? Ko'rsatkichli. Ya'ni a darajasida x teng b ko'rinishdagi tenglamalarga ko'rsatkichli tenglama deydi. Bu yerda noma'lum jinoyatchi o'zini ishini professional darajada nima qilib qo'ygan? Bajarib qo'ygan. Tushunarli bo'ldi? Ana endi o'sha jinoyatchini nima qilishimiz kerak? Biz topishimiz kerak. Avvallari biz darajalar bir xil bo'lsa, darajani qisqartirib yuborardik, to'g'rimi?
Lekin endi darajada noma'lum son bor, uni qisqartirish haqqim bormi? Yo'q. Lekin mana bu A bilan B asosliklar, to'g'rimi? Sizlar o'rgatilgan. Asoslarda-chi aniq sonlar bormi? Aniq sonlarni nima qilsam bo'ladi? Qisqartirsak bo'ladi. Eng oddiydan boshlayman, qaranglar. Ya'ni 2 darajasida x teng 8 ko'rinishidagi tenglamalar kelsa-chi. 2 darajasida x barobar 8 bu 2 ning nechinchi darajasi? 3-chisimi? Ana endi qaranglar, asoslar bu ham 2, bu ham 2. Demak, ikkilar qisqaradi. Nima qoladi? X teng 3. Tushunarli bo'ldi? Hamma tushundimi? Mana. Demak, past 2 bo'lsa, uni ham 2 ning darajasiga nima qilishim kerak? Olib kelishim kerak. Ana endi qaranglar. Misol uchun, tak 4 ning x-inchisi barobar 32 bo'lsa-chi. 32 4 da keladimi? Yo'q, kelmaydi. Lekin ikkalasini bir xil songa nima qilsam bo'ladi? Aylantirsam bo'ladi. Ya'ni 4 2 ning kvadratimi? 2 ning kvadrati qavs x-inchisi barobar mana bu 2 ning 5-darajasimi? Qavslik darajaga nima qiladi? Ko'payadimi? Xuddiki daraja xossasida o'rgangan narsa soddalashtirishlar, 7 ta qisqa ko'paytirish formulasigacha darajalar o'rganganlarsizki, qavslik daraja bir-biriga nima qiladi? Xuddi shu. Yana 2 va pastdagilar bir xil ekan, 2x teng 5 bo'lib, x teng necha chiqadi? 2,5. Ana endi qaranglar, bu yoqda bitta, bu yoqda bitta son bo'lgani uchun shunaqamidi? To'g'rimi? Agar mana bunaqa son bo'lsa-chi, 3-chisi 5 ning x minus 7-chisi barobar 1. To'g'rimi? 5 ning x minus 7-chisi barobar nima bo'lsin? 1. 1 bu. Bir haqida gaplashamiz. 1. Istalgan sonning 0-chi istalgan son, barcha sonning darajasi nima degan? 0. Menga shu barcha sonlar orasidan 5 bilan qisqarish uchun bu ham 5 bo'lishi kerakmi? Meni ehtiyojim nimaga? 5 ga. Shu barcha sonlar orasidan aynan 5 olamanmi? Misol uchun men BMW M5 ga yoqtiraman, to'g'rimi? Qator oldim mashinalar, ana terib qo'ydilar. Men qaysini olaman shuni ichida? M5 olamanmi? O'zimga kerak ehtiyojim. Bular ichidan ham aynan nimani olamanmi? Ya'ni 5 ning nechinchi darajasi bo'ladi? 0-chisimi? 5 lar nima qilib ketadi? Ya'ni x minus 7 teng 0. X teng necha chiqar ekan? 7. Qiyin ekanmi? Tushunarli bo'ldi? Hamma tushundimi? Bu oddiy. Ya'ni prosta qisqartirish qanaqa bo'lishini ko'rsatmoqchi edim sizlar. Bundan qiyinlari ham bor. Har bittasini hozir xolma-xol oq to'plamdan nima qilib ketamiz, ko'rib ketamiz. Faqat maqsad bitta. Uni darajalarini yoki asoslarini nima qilishim kerak? Bir xil qilishim kerak. O'shanda asoslarini bir xil qilsam, ular nima qilib ketadi? Qisqarib ketadi. Yana bitta misol qaranglar. Mana bunaqa misol kelsak, ya'ni 5 ning x-inchisi barobar 3 ning x-inchisi. Darajalar bir xil, lekin qisqartira olmayman, ular noma'lum, to'g'rimi? 5 bilan 3 bir-biriga tengmi? Yo'q. Lekin agar daraja 0 bo'lsa-chi, ya'ni x teng 0. Mana bu ham 0 bo'ladi. Istalgan sonning 0-darajasi 1, istalgan sonning 0-darajasi 1. Demak, bundan yechimdan xulosa chiqadi, x teng nima bo'lishi kerak? 0 mi? Tushunarli bo'ldi? X teng nima bo'lishi kerak ekan? 0. Aynan xuddi shunaqa deb u ko'pchilik o'rgatib ketadi. Lekin men qaranglar, mana bu joyni ham o'rgataman. 5 ning x-inchisi barobar 3 darajasida nima edi? X. Mana bu har doim musbat son. 3 o'rniga minus 100 ni qo'ysalaringiz ham minus degan joyni o'zgartir degan 1 taqsim 3 ning nechinchi darajasi bo'ladi? 100-chisi. Oldagi ishora baribir nima? Plyusmi? Bu har doim musbat son. Tenglikning ikkala tomonini ham xohlagan musbat son bilan nima qilib yuborishim mumkin? Bo'lib yuborishim mumkin. Bo'lishim yoki ko'paytirishim mumkin. Demak, men bo'lib yuboraman. 5 ning x-inchisi taqsim 3 ning x-inchisi barobar o'zini o'ziga bo'lsin, ya'ni 3 ning x-inchisi bo'lingan 3 ning x-inchisi. O'zini o'ziga bo'lsam 1 mi? Ikkalasi ham x bir xillik daraja va uni qavsdan tashqariga olib yozsam nima qiladi? Bo'ladimi? Teng. Mana bu 3. O'zini o'ziga bo'lsam 1. Yana mana gapga to'xtalaman. 1 bu istalgan sonning nechinchi darajasi? 0-darajasimi? Tushunlaringizmi? Ya'ni menga barcha sonlar ichidan bu bilan qisqaradigan 5 taqsim 3 o'zimi? Bu joy ham necha bo'lish kerak? 5 taqsim 3. Demak, bu tomoni 5 taqsim 3 ning nechinchi darajasi bo'ladi? 0-chisimi? 5 taqsim 3 ning x-inchisi barobar 5 taqsim 3 ning 0-darajasi. Bular nima qilib ketadi? X teng nima chiqar ekan demak? Tushunarli bo'ldi gapim.
Tushunlaringizmi? Hamma tushundimi? Ana endi bu oddiy misollar edi. Ya'ni boshlang'ich tushunchalar. Xuddi shunga qarab qolganlarni nima qilsam bo'ladi? Bajarsam bo'ladi. Davay yozib olinglar buni.